aniqlashdiki, onkologichniy shu ko'krak saratoni 4-bosqichga уже o'tib ketgan. Nima deb, metastaz tarqalgan deb. Уже ximiyaga ko'tara olmaysan. Operatsiya mumkin emas. Ko'p yashasa 1-2 oy yashaydi, ko'ngliga qarab turinglar, уже foydasi yo'q. Shunchalik jiddiy ekanmi? Jiddiy, ya'ni metastazni qatlaga bergan. Suyak opshishi, suyak qorayib ketgan. O'limda даже ko'tara olmasdim unda. Shu darajada. Shunday taxta bo'lib qolgandim. Bu yerdan уже kolyaskada olib borgan men. Nima bo'lsa Xudodan dedim. Yo'q, Xudoga shukr, mana o'z oyog'im bilan yuraman. Aravaga borgandim. Yura olmasdim, уже videosi ham bor. Og'riq degan narsa yo'q. U metastaz ham yo'q, Xudoga shukr. Осталась довольна, потому что буквально на 4-й день приема этих капсул я почувствовала улучшение своего состояния. Ular ham hayronki, nima o'zi deydi bu yura olmaydigan odam mana yuryapman. Umidimda o'zimda o'zgan. Bu do'stlar, bilmaganlar uchun dialogik faol oziq-ovqat qo'shimchasi dori vositasi hisoblanmaydi. 100% tabiiy professor Rustam Nuriddinov tomonidan ishlab chiqarilgan. Ya'ni mana shu antivir choylar, bu aslidoksifillarni ichganlar qo'shimcha sifatida. Mana shu nomerlarga telefon qilsanglar, mana shu mahsulotlarni yetkazib beramiz. Biz tashkentdamiz va ichilish tartiblari, parhezlari, bunga qo'shimcha yana kombinatsiyalarni ham qilib beramiz. Siz qaysi saraton bo'lishingizdan qat'iy nazar, nima lechena qilsanglar ham aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz. Ular bilan qanaqa kombinatsiya qilishni ham o'rgatib qo'yamiz. В этом я убедилась и, конечно, доверяю препарату. А здесь все уже вот собрано. Стоит только в рот положить, запить водичку. И все. Да, большое спасибо человеку, который это создал. Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev. Sankt-Peterburgdan salom hammanglarga. Charchamayapsizlarmi? Bu bola nima qilyapti bo'tdi desanglar, birgina opamiz Telegram orqali bizga saratondan 100% tuzaldim degan gaplari shutga kelishga majbur qildi. Kelmasa ham bo'lmasdi, kelishga arziydigan voqea bo'ldi do'stlar. Juda og'ir ahvolda hamma joyga metastaz berib yuborgan holatda mana 1 yil mahsulotlarimizdan ichib, doktorlarning lichenalarini qilib 100% tuzalganlar. Xudo xolasa hozir topib aeroportdamiz, chiqib olsak inshaalloh o'zlaridan chiroyli suhbat olib e'tiboringizga havola qilamiz. Bizdan uzoqlashmaylar, sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev. Nihoyat Gulmiraxonni ham topdik. Sankt-Peterburgga eng sentr joyda, markazda ko'rishdik. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumisiz? Tabriklayman. Yaxshi ko'rsatkichlar bilan juda ham zo'r. Bir og'iz men tuzaldim. Mana preparat qog'ozlarim va intervyuga tayyorman deganingizga o'shatdan minglab kilometrdan sizni ko'rishga tashrif buyurdi. Guruhimizda ham juda ham ko'pchilik obunachilarimiz borib bizdan Rossiyadan o'zlarini ko'rsatib intervyu qilib bering deyishganiga siz oldingizga tashrif buyurdi. Xo'p, opa yaxshimisiz? Charchaysizmi? Xudoga shukr. Boshidan aytib bersangiz, o'zi bu kasallik qachon aniqlandi? Nechinchi bosqichda, qaysi sohangizda? Avvalo o'zingizni tanishtiring. Sankt-Peterburgga qayerdan kelib qolgansiz o'zingiz? Avvalambor assalomu alaykum. Men Surxondaryodan, Denovdan Hasan va Gulmiraman. 20 yil bo'ldi shu yerga kelganimda. Bundan 2 yil oldin ishlardim. Oyog'im og'ridi birinchi. Birinchi oyog'im og'ridi, keyin O'zbekistonga borib nazlacheniya qilib doktorlarga ko'rsatdim. Bu nervidan dedi, shamollash dedi. Nazlacheniya yozib berdi. Bu yerga kelib oldim, issiq ukol nimalar. Keyin shu bir oylar yurdi, oyog'im og'rib, keyin yurgan joyimga oyog'im sindi. Ko'z chiqib ketdi. Yiqilib tushdingizmi? Yo'q, yiqilganim yo'q, yurgan joyimga ko'z chiqib ketdi. Keyin nimaga больницаga olib borishdi, ishxonamdan operatsiya qilishdi. Temir qo'ydi ko'zga, oyoqqa. Keyin operatsiyadan keyin ahvolim og'ir bo'ldi bu yerga. Keyin больницаga olib borishdi, noto'g'ri operatsiya qilganmi deb. Nima deydi, issiq ukol nimalar, shu oyoqqa olgandim, shu keyin yuzaga chiqarganda ko'krakdan yara, bez, yara ham emas, bez yuzaga chiqqan. Shu ukollarni olganman-ku, issiq ukol nimalar olganman. Yuzaga chiqqan, keyin aniqlashdiki, onkologichniy shu ko'krak saratoni. Bu qayerda aniqlandi? Bu yerda Sankt-Peterburg aniqlashdi. Больницада, ha. O'sha больницаga, onkologichniy больницаga jo'natishdi. Aqda ham shu nima aniqlashdi, shu kasallik 4-bosqichga уже o'tib ketgan. Nima deb, metastaz tarqalgan deb keyin 2-3 oy uyga izlandim, keyin sizlarni YouTubedan izladim, keyin sizlarni nimalaringizni topdim, telefon qildim sizlarga. Keyin shu yerdan turib. Keyin singlimga aytdim, nima qilishdi, sizlar bilan aloqaga chiqib, nima qilishdi, bu yoqqa jo'natdi menga. Aslidoksifin, askorkumin, ekkalasidan ham jo'natishdi. Keyin ichib boshladim, bu yoqqa уже ximiyaga ko'tara olmaysan. Operatsiya mumkin emas. Nechinchi bosqich bo'lib ketgan ekan? 4-bosqich bo'lgan. Shu ukollarni olganman. O'sha 4-bosqich. Keyin yana
Hindistonda ham izladim. Bu nima kapsulani ichishni boshladim уже. Keyin Toshkentga professorga ukam olib bordi, даже qabul qilmadi, eshigidan chiqarib yubordi qog'ozlarni ko'rib. Buni ko'ngliga ruschani bilmaydi deb o'yladi-da, ko'ngliga qaranglar, buni bir ko'p yashasa bir 2 oy yashaydi, ko'ngliga qarab turinglar, уже foydasi yo'q. Shunchalik jiddiy ekanmi? Jiddiy, ha. Ya'ni metastazni qatlaga bergan edi. Suyak opshishi, suyak qorayib ketgan. Bilishim, hozir men tushunishim bo'yicha ko'krak saratoni bo'lgan, u suyalaringizga metastazni berib yuborgan. Bu mana shu suyalaringiz qorayib ketganimi? Metastaza. Tushunarli. Shuning uchun oyoq ko'z chiqib ketgan, metastaz. O'sha hisobidan ekanda. Shuning uchun chiqib ketgan ko'z. Shunga keyin Hindistonda ham izlandim. Keyin sizlarni kapsulalaringni ichib boshlashdan уже bir oylarchami, bir oy ham emas, уже yaxshi tomonga qarab ketdim. Mashalloh. Foyda berdi-da. Endi ishtahadan qolgandim, ishtahani qo'ying. Gapira olmasdim, mana bunday nimalarimga qorayib, suyaklar qorayib ketdi. Qo'limda даже ko'tara olmasdim unda. Shu daraja. Shunday taxta bo'lib qolgandim. Bu yerdan уже kolyaskada olib borgan meni. Aqa bordim, Toshkentga qabul qilmadi. Уже men yaxshi tomonga o'zgarib boryapman. Qarang, keyin Hindistonga bordim. Bu yerda ximiyani tabletkasini buyurdi. Даже ximiya mumkin emas, ko'tara olmaydi bu dedi. Keyin Hindistonga bordim, уже 80% уже yaxshi bo'lib kelganman. Qarang, уже metastazlar yig'ilgan. Qoraygan suyaklar уже oqarib kelgan. Mashalloh. Ha, metastazlar yig'ilgan. Keyin ximiyaga уже tayyor. Ximiya ko'tara oladi. Уже organizm unday bo'lib ketgan. Choydan ham ichdim nimani kapsulani. Keyin ag'da nima qilishdi? Ximiyani уже boshlashdi. Odamlar ximiyaga 10 talab, 20 talab qon ukol oladi, bunday mayda ampula. Ukol oladi. Men уже bir 2 martami oldim. Doktorlar ham hayron. Buni ichyapman, lekin ularga отказ berdi. Tabletkani ham bu yerda nimalarni, назначениясini hammasini, dorilarni отказ qilishdi. Buni men aytmay ichdim men o'zim. Ularga aytmay, ko'rsatmay ichdim. Nima bo'lsa Xudodan dedim. Xudo meni shunga nima qilyapti? Intilyapman, shuni ichishim kerak men deb. Keyin уже doktorlar ham hayron, ximiyani yaxshi ko'taryapman. Birta ikkitasiga qiynaldim. Qolganiga qon ukol ham olmayman. Boshqa ham kundan yaxshi bo'lib ketyapman-da. Bu sizni поддержка qilib turganda. Ha, ishtahalarim yaxshi. Ular ham hayronki, nima qilyapti bu ukam, kuyovim. Siz hech kimga aytmayapsiz? Ukam ham aytgan yo'q ularga. Keyin ukamdan so'rayapti-ku, nima qilyapsizlar bunga? Bunday kundan-kun o'zgarishi deyapti. Keyin nima? Operatsiyaga ham mana Xudoga shukr, ming qalla shukr. Avvalambor Xudo, Alloh tayyor qilishdi. 15 ta ximiya buyurganda 2 ta ximiyani отказ qilishdi, уже tayyor operatsiyaga deb. Operatsiya nima uchun qildi? Shu yarani, yomon nimani olib tashlash uchun shu qildi. Og'ir operatsiya emas, shu yarani olib tashladi bo'ldi. Demak, qarang, men tushunishim bo'yicha xato gapirsam to'g'rilaysiz. Hamma yoqqa tarqab ketgan, ximiya operatsiya befoyda deyishgan. Siz internetdan mana shu asli doksfen antivirus choylarni olib, dastavka yo'li bilan bizdan olib ichishni boshlagansiz. Biz bergan parhezga amal qilib qo'yganingizdan keyin u metastazlaringiz yo'qolib, kichkina bo'lib bir joyga to'planib qolgandan keyingina o'sha bezmi nima u? Shu bezni olib tashlashgan. Ha, ko'krakni olmagan. Yo'q. Katta operatsiyalar o'tkazilib, shu bezni o'zini olib tashlagan bu. Shu bezni olib o'zini olib tashlagan. Ogohlantirdi. Agar yomon xili bo'lsa dedi, olib tashlaymiz dedi. Yaxshi xili bo'lsa dedi, qoldiramiz, shu bezni olib tashlaymiz dedi. Xudoga shukr, yaxshi xili ekan, shuni olib tashladi bo'ldi. Yo'q, Xudoga shukr, mana o'z oyog'im bilan yuraman. Aravaga borgandim. Yura olmasdim, o'sha videosi ham bor. Aravaga borgandim, mana Xudoga shukr yuryapman. Asta-asta o'zimni o'zim eplab. Sizni 2 oydan keyin o'ladi dishgan vaqtdan hozirgi vaqtgacha qancha muddat o'tdi? Voy, 2 yil bo'lyapti. 2 yil bo'lyapti. Ham bu yerga nimalarni olib keldim, Hindistondagi tomografiyalarni bu yerga endi boshlanishi bu yerga boshlangan-ku. Ular ham hayronki, nima deydi bu undaqa deydi. O'z ahvolim tomografiya boshidagini ko'rsatdim bunga. Hayronda bular ham ximiya ahvolim og'ir edi. Hammasi yaxshi. Hozir tomografiya qildi, toza chiqdi.
Yo'q, Mashallah. nol, ha. Tabletkalar to'xtatildi. Tolqa gormon tabletkasi ichaman, buni Bizani batlarimizdan ichasiz. sizlarni batlaringizga Oldinlari ichaman. buni hozir bekitgansiz, ana endi baralla etsangiz ham bo'laveradi. Bu do'stlar, bilmaganlar uchun, yangi obuna uchun biologik faol oziq-ovqat qo'shimchasi dori vositasi hisoblanmaydi. 100% tabiiy professor Rustam Nuriddinov tomonidan ishlab chiqarilgan, ya'ni mana mana shu antivir choylar, bu aslidoksifillarni ichganlar qo'shimcha sifatida lichinalaringizni ham qildingiz va buni ham qo'shib ichdingiz. buni Mana mana shu nomerlarga telefon qilsanglar, mana shu mahsulotlarni yetkazib beramiz. Biz Toshkentdamiz, yetkazib beramiz va ichilish tartiblari, parhezlari, bunga qo'shimcha yana kombinatsiyalarni ham qilib beramiz. Hamma kasallikka individual yondoshamiz do'stlar, parhezlari bilan. Siz qaysi saraton bo'lishingizdan qat'iy nazar aloqaga chiqinglar, maslahat beramiz. Nima lichina qilsanglar ham, kimyo, nur nima bo'lgan taqdirda ham aloqaga chiqinglar, yetkazib beramiz. Ular bilan qanaqa kombinatsiya qilishni ham o'rgatib qo'yamiz. Shu o'rinda yana eslatib o'tadigan ma'lumotimiz bor. Bu antivir 101, aslidoksifin, askorkumin bular hammasi biologik faol oziq-ovqat qo'shimchalari, asosiy davolovchi vositasi emas. Bu sog'lom odamlar uchun profilaktika vositasi hamda kimyoterapiya, nur terapiya olayotganlar uchun yoki saratonga chalingan bemorlar uchun qo'shimcha yordamchi va qo'llab-quvvatlovchi vosita hisoblanadi. 100% tabiiy professor Rustam Nuriddinov tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot. Hisob bo'lishi kerak, bu dunyo standarti bo'yicha dunyo bo'yicha tan olingan tarkib, tan olingan aktivlik bo'yicha asosida biz chiqaryapmiz. Kimyoterapiya deymiz yoki bo'lmasa nur muolajasi. Shuni orasida qo'llanish tavsiya qilingan. Yaxshi tomoni nima? Birinchidan odamlarga ta'siri, organizmga salbiy ta'siri yo'q. Bir. Ikkinchidan immun tizimini to'la tiklaydi. Immunitet tiklanadi. Demak, nur terapiyasi yoki kimyoterapiyadan keyin bo'ladigan bo'lsa, aslini olganda qo'shibdi. Bu degansiz, agar shunday qo'yadigan bo'lsa, bemorda samaradorligini davolash samarasi 80% ga oshadi. Biz juda ham yaqinda turibmiz, juda ham katta o'zgarishni oldida turibmiz. Xo'p, yana bitta savolim bor. Mana hozir birinchi bo'lib o'sha siz o'zingiz yaxshi bo'layotganingizni bundan nimadan his qildingiz? Misol uyqularingiz joyiga keldimi, ishtaha ochildimi, og'riqlar qoldimi? Nimadan bilib qoldingiz? Uni so'ramang. Og'riqlarim kechqurun yotolmasdim. Ayam faqat oyog'imda o'qalab turardi. Og'riqlar sekinlashdi. Mashallah. Ishtaham ochildi. Hech narsa yeyolmasdim. Faqat suv bo'ldi. Og'riqlar yo'qoldi asta-asta. Ishtahalarim ochildi. Oyoqlarim unday sezmasdi o'zini. Chustut qilmasdim-da oyog'imda. Asta-asta o'zgarish boshlanaverdi. Ko'p shu bir 20 kunlar bo'ldi, o'sha sezib boshladim-da. Keyin shundan keyin boshladim. Men aytdim, buni to'xtatmayman. Doktorlar to'xtat desa, men shuni to'xtatmayman deb, shuning uchun ishonch nima qilib ichdim. Hozir pet qog'ozlaringizni yoningizga olib kelgansiz. Yonimda, ha. Maylimi shuni rasmga olib ekranga chiqarib qo'ysam, ishonchliroq bo'lish uchun. Rahmat, avvalo biz sizga ishonamiz. Bu pet qog'ozlaringizni ham shundoq ko'chadan topib olmagansiz. Pechatlargacha turibdi. Bu odam guvohmilar, siz bilan birga yashaydiganlar bo'lar, kim bo'ladilar? Qo'shningizmi? Bu meni qo'shnim bo'ladi. Endi ko'pincha yordam berardi doktorlarga olib borishga. Buni mazasi bo'lmadi, ko'p yo'talaverdi. O'g'lining ham mazasi yo'q edi. Оказывается, вы тоже пробовали эту БАДы? Да. Пробовала. Ага. И осталась довольна, потому что буквально на 4-й день приема этих капсул я почувствовала улучшение своего состояния. Кашель пропал, не такого уже было вот сильный, что невозможно. Думаешь, ну все, уже умираешь. Дышать нечем, потому что постоянно кашель это с ночи, утро. Час-полтора ходишь, только кашляешь. Это грипп, что ли? Только это последствия ковида 3-4-летней давности. Как бы перешло в хронический бронхит. Но А сейчас как? идеально. Поэтому думаю, что и лекарства, их тоже, ну вот эти БАДы, они тоже имеют место быть достойны. Да? Здесь тоже состав в этих БАДах, в принципе, всем Да. известный. Состав мощный. Да. Да. Просто он грамотно подобран, скомплексовано вот это все в единую, вот эту маленькую капсулу, правильно? Да. И она уже вот работает как надо. А почувствовать надо для этого взять и пропить какое-то время. Хуже не будет. И явно иммунитет, конечно, поднимается. Да. Потому что раз прекращается на какое-то время болезнь, не мучает тебя насморк, кашель, может еще у кого-то что-то больное, то нужно пробовать. Да. Juda ham xursandman.
Bularga ham tavsiya qilgan ekansiz, mana siz orqangizda bular ham. Создал вот этот. Это профессор Рустам Нурдинов создал. Это все-таки Узбекистан. Rustam Nurdinov, da, нас учитель. Endi opa, bizlar hozir ko'pchilik kasalxonadan kuzatishayotgandir. Saratonni xabarini eshitib, noumid bo'lib tushkunlikka tushib turgan bemorlarimiz bor. O'zingiz ham boshingizdan o'tgan. Bu saraton degani bu hukm emas. Kimdir kelib 2 oylik umring qoldi desa, bunga hech ham bunga tushkunlikka tushish kerak emas, do'stlar. Hammasi Allohdan. Harakatni qilaverish kerak, chekinish kerak emas. Mana 1 yillik, 2 yillik natija do'stlar kurashda to'xtamaganlar. Xudo xolasa hammasi Allohdan qachon intilish kerak, harakat qilib intilish kerak. Mana men olib ishdim 4-bosqich degan, o'sha bo'ldi degani yo'q, hammasi gap ekan. U avvalambor Allohdan, keyin intilish kerak. Mana shuni ichib, mana Xudoga shukr, men yura olmaydigan odam mana yuryapman. Umidimni o'zimda o'zgandim. Hozir ishlab yuribsizmi bu yerda? Xudoga shukr, asta-asta ishlab o'zimda o'zim eplab yuribman. Umidimni o'zgandim. Tamom, endi men o'lar ekanmanmi deb. Yo'q, unday emas ekan. Kurashsang, Xudoyim nima berar ekan, nima deydi? Kuch-quvvat berar ekan. Nima, mana shifo ham berdi, Xudoga shukr. Hassada edim. Asta-asta mana o'zim yuryapman. Mana shu 1,5 yil bo'ldi ichyapman shuni. Yaxshi deyishyapti ham, men ichaman-ku, chunki nima deydi? Organizmim nima kuch-quvvat berish, vitaminlarim hammasi joyida bo'lishi uchun endi nima deydi? Ehtiyotdan ichib yuribman-da, to'xtatmay. Siz bilan ham biz hozir 1,5 astrofikada yo'q yurib keldik. Shu kechon. Shunda ham yaxshi yuryapsiz, tez yuryapsiz. 12 soat oyoqqa tikka turaman, misol. Prodezni qilib yuraman, 12 soat oyoqqa tikka turaman. Xudoga ming qalla shukr. Unaqa og'riq degan narsa yo'q. U metastaz ham yo'q, Xudoga shukr. Shu oldingi holatimdan nabarot yaxshiman. Avval tez-tez charchab yurardim ishgada. Misol, unaqa narsani o'zi yo'q hozir, Xudoga shukr. Hozir qarang, bitta oxirgi savolim bor. Siz shu tuzalib ketganingizda nimani sabab qildingiz? Ya'ni bundanmi, yo ximiyadanmi yoki operatsiyadanmi? Nimadan tuzaldingiz? Men bundan his qildim o'sha yaxshi bo'lishimda. Yaxshi bo'lishimni bundan his qildim. Yo'q, men aytmayman-ku ximiyadan emas, misol ximiyadan ham hissasi bor, hamma narsani misol birinchi buni boshladim, o'sha bundan yaxshi bo'lishda his qilib, keyin buni to'xtatmadim. Lekin buni ichmasdan oldin sizga na ximiya, na operatsiya yordam bermasdi, to'g'rimi? Mumkin emas deyishdi-da. Demak, kompleksli bo'lgan, juda ham zo'r effekt bo'lgan. Ham choydan ichdim, ham bundan ichdim. 4 mahalda endi 2 xilidan antidepressiv bilan askorkumindan ichdim. Kombinatsiya bo'lgan. Birdan Xudoga ming qalla shukr, avvalambor Alloh. Birdan endi mana oyoqqa tikkan. Mashalloh, juda ham. Antisaraton Telegram gruppamga sizni xushxabaringizni, g'alasa-o'ylaringizni olib tashlaganimda hamma xursand bo'ldi. Shu opani o'zlarini ko'rsating, o'zlarini ko'raylik deganiga mana bir og'iz shu bemorlarimiz ko'ngli ko'tarilsin, motivatsiya bo'lsin, tezroq shu kasaldan qutulsin. Shu Sankt-Peterburgga ham kelib kerak bo'lsa, mana videolar qilyapmiz, opamni topdik. Men o'zim boshimdan o'tdi, uzr gapingizni oldim, o'zim bemalol. Bu mamani oldiga bordim, yaxshi bo'ldim deganiga xursand bo'lib, nima deydi? Kasallar nima, o'zim boshimdan o'tgan yomon bo'ldimda sizga telefon qilib aytdim, uka. Shunaqa, shu mamam xursand bo'ldim, eshitib yaxshi bo'ldi. Mana bular ham tuzalib ketdilar. Один из препаратов чай. Да, антивир чай. Ага, неделю, меньше. Заболел сын, утром температура 39. Вечером у него уже была 37. Он даже не полную банку выпил, что я развела ему. Да. Говорю, пей. Ya'ni mana shu antivir choyini o'g'illarga ichirgan ekanlar. 39 ismi bir pasda. В этом я убедилась и, конечно, доверяю препарату. Будьте здоровы. Как не доверять? Там названия, которые все кушают. Ну, макароны, куркумины, там зеленый чай мы тоже пьем, правильно? Да, поэтому чеснок, да, виноград. Чеснок. Все знать должны. Чеснок это мощный такой антивирусный тоже. Да, гранат, экстракт, имбирь. А здесь все уже вот собрано. Стоит только в рот положить, запить водичку. И все. Gulmiraxon hozir shu videoni Rustam Nurdinov o'zlari ham avtor ko'rib turibdilar. Ikki og'iz oxirgi gapingiz Rustam akamga tashakkur e'lon qilib qo'ysangiz. Marhamat, kameraga qarang. Avvalambor rahmat Rustam Nurdinov. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu kasallarga yordam qilganingizga, shu nima baxt chiqarganingizga rahmat. Shu nima deydi, shu kasallarni qaytadan dunyoga qaytarganingizga, misol noumid bo'lganlarni umidvor qilganingizga rahmat. Taksichilar Farhod ukamga, Amerikadagi akalarimga, shu yerdagi musofirlarga qancha yordam berishdi taksichilar gruppasiga.
katta rahmat. Bir umrimda oxirigacha duo qilaman, minnatdorman. Shular hayotga qaytarib yordam qildi, mablag' tomonlama yordam qilishdi. Mashallah. Duolarimga yetkazib turishdi shular. Ko'psilarimga ham hozirgacha yordam qiladi. Ming rahmat aytaman shularga. Rustam akam nomlaridan sizga qurib bormanglar, borsanglar albatta profilaktika uchun shuni yetkazib qo'yinglar deb jo'natib yuborgan batlarni sizga taqdim etamiz. Mana Aslidox Spin antivir choy qabul qilasiz va xolajonimizga ham mana bitta Askurkumin Forte va это вам подарка от Rustam Nurdinov. Bu sizga haligi kombinatsiyaga qo'shib qo'yasiz buni ham, xo'pmi? Buni ham bitta qilib, endi bu yoqqa tuzalib oldingiz, profilaktika qilib turing. Hozircha parhezni mayli onda-sonda bizsiz ham ko'p emas, me'yorida yeb tursangiz bo'ladi. O'zingizga urinib turib qo'ymang. Bu yerda xudo xolasa o'zingizga qarab yursangiz, qayta takrorlamaydi inshaalloh. Rahmat. Yaxshilikni ko'rishinglar, vaqtingizni ajratganingizga rahmat. Большое спасибо Да, вам. большое спасибо человеку, который это soздал. Ko'p davlatlarni kezganmiz-ku, bunaqa chiroyli, lekin bunaqa imoratda saqlanib qolgan joyni ko'rmagan ekanmiz hali. Куда сходить? Xudo xolasa yana ozgina aylanamiz inshaalloh. Там уже будут заводы, а в ту сторону немножечко Rahmat sizlarga. Rahmat. Tanishganimizdan xursandman. с другой стороны. Очень был rad. Bir olib boring bilan ham bir Toshkentga. Davlina bo'lmaydi dedim. Yo, davlinani joyga tushirib qo'yamiz. Bizga davlina muammo yo'q. Darmon choylarimiz bor, do'stlar. Darmon choylarimiz, uni ham mana rasm chiqarib qo'ydim, yetkazib beramiz. Darmon choy ham ichdim. Ha, bu ham Undan zo'r. ham tushuntirib yubordingiz qanday tayyorlashini. Вы с юга, с жары такой приезжаете, и так легко вот в холоде, такой ветер, холод. Он стоит прямо вот красавец, молодец. А мы северные родились тут, нам бы сейчас шубу. Ладно, Спасибо. ботинки не надо, вот шубу бы. Так что вам тоже здоровья хорошего. Rahmat. Salomat bo'linglar. Umringiz uzoq bo'lsin. Mayli, sog' bo'ling. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr. Xudo xolasa yangiliklarni tez-tez chiqarib turamiz. Sizlar bilan Jamolxon Sayfullayev, Mira opam va Natalya opa. Sankt-Peterburg markazidan turib video qildik. Salomat bo'linglar, yaxshilikni ko'rishinglar. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling.